Tegirmondaman. Hozir quvvat dori tayyorlayapmiz. Quvvat dorining tarkibida sedana, zanjabil, qora xalila, sariq xalila, omila, dorivor uzun murch. Bu qarang, birinchi o'rinda immunitetni ko'taradi. Qon aylanishini yaxshilaydi. Keyin prostata shamollashlari, ayollarda jenskiy shamollashlarga, ikki qatligi ham juda ham zo'r bu. Beremennilarning qoni kamayib ketganda bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Har kuni ertalab nahorgi 1 choy qoshiq yeyiladi och qoringa. Bu qizdirib davolaydi. Mana tarkibidagi zanjabil qizdiradi, dorivor uzun murch qizdiradi, yo'talni qoldiradi, qo'l oyoq muzlashlarini yo'qotadi. Qishda sovuq o'tib ketgan bo'lsa tanadan, o'sha sovuqliklarni tanadan chiqarib yuboradi. Mana bunisi omila esa yurakka quvvat beradi, qon suyultirib qon aylanishini yaxshilab beradi. Buni 1 yoshdan tortib 100 yoshli kishigacha har kuni ertalab och qoringa bir mahal iste'mol qilinadi. Buni retseptini Dard borki darmon borni kitobidan olganman. O'shandan hali o'qib beraman. 1-oyda nimaga shifo, 2-oyda nimaga shifo. Buni to'xtatmasdan 1 yil davomida yesangiz bo'ladi.